Agar uchuvchilar hushidan ketsa, yo'lovchi samolyotni qanday qo'ndiradi? Diqqat! Bizga zudlik bilan samolyotni boshqara oladigan odam kerak. Birinchi navbatda o'rindiqqa o'tiramiz va uni o'zimizga moslab sozlaymiz. Dispetcher bilan bog'lanish uchun bort kompyuterida init tugmasini bosib, chaqiruv belgimizni call sign topamiz. Masalan, bu Aeroflot 1028. Transponderni 7700 ga o'rnatamiz va dispetcher bilan aloqaga chiqamiz. Buning uchun shturvaldagi PTT tugmasini bosib, shoshilinch signal beramiz. Pan pan, pan pan, pan pan. Aeroflot 1028 uchuvchilar hushini yo'qotdi. Parvozni o'zimiz davom ettirishga tayyormiz. Dispetcher sizga pasayish uchun balandliklarni beradi. Aeroflot 1028 140 echelon FL 140 gacha pasaying. Pasayishni boshlash uchun shu tumchoqda balandlikni tanlab o'zingizga tortasiz. Bu yerda tezlikni dispetcher aytadi. Bu yerda esa kursni tanlaysiz. Aeroportga yaqinlashganda MCDU ga dispetcher aytgan kelish, arrival va qo'nish, approach sxemasini kiritasiz. Aeroflot 1028 Qozonda ILS 2-yondashuv, 11-yo'lak, Krom 1 Romeo. Shuningdek, tormoz tizimini tayyorlaymiz. Uchish-qo'nish yo'lagi bilan to'g'ri chiziqqa chiqqach, quyidagilarni bajaramiz. Spoilerlarni armet holatiga qo'yamiz. Tezlikni taxminan 140 tugunga o'rnatamiz. Kurs va glissada tutish uchun tugmalarni bosamiz. Tezlik sariq/oranj chiziqqa yetganda flapsni bosqichma-bosqich chiqaramiz. To'liq ochilguncha davom etamiz. Aeroflot 1028 yer shamoli 290 daraja, 5 metr sekundda, 11 yo'lak. Qo'nishga ruxsat. Endi samolyot o'zi qo'na oladi. Faqat oxirida retard komandasi chiqqanda gaz tutqichlarni minimalga tushirasiz. Orqa shassi yerga tekkach, reversni yoqasiz. Pedallar bilan boshqarasiz. Tezlik 65 tugunga tushganda reversni o'chirib, to'liq to'xtaguncha tormozlaysiz. Samolyot yerda qo'ndi.